Shu videomizga bittadan like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib, do'konimizdan 25-iyungacha kela xarid qiladigan bo'lsalaring, shu ko'rib turgan Gusnistaley narxidan kela 200 ming so'mdan chegirmalarni qilib beramiz. Manzilimiz Marg'ilonda, hokimiyat ro'parasida joylashgan agrotexnikalar do'koni. Video davomida shu ko'rib turgan Gusnistaley motobloklar haqida to'liq obzor qilib, narxlari bilan yoritib beramiz. Akalar, videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring, ma'lumotlari bilan tushuntirib beramiz. Birinchi o'rinda benzinli variantidan tanishtirishni boshlaymiz. Ikki xil variant kelgan, solarishni hamda benzinli variantidan do'konimizga yetib kelgan. Ko'rib turgan mahsulotlaring Kentavr firmasidan benzinli Gusnistaley motoblok hisoblanadi. Ko'rishingiz mumkin. Motor qismlari 170 motorlar bilan jihozlangan, 7 ot kuchli, ko'rishingiz mumkin. Mana 7 ot kuchli. Rema orqali ishlaydi. Ko'rib turgan motoblok yonbosh tomonda remellari qo'yilgan, tag tomoniga sep orqali harakatlanadi. Bu mahsulotlaring agatlarning ichiga ishlov berib, ochar, chizel, bunaqa selkalarida ham bemalol urg'u ketib ham foydalansangiz ham bo'laveradi. Undan tashqari 4 xil 5 xil komplekt nasatkalari bor. Buni olganligingdan keyin qo'shimcha jihoz olinmaydi, ham yo'q komplekt o'zidan chiqadi akalar. Xo'p, vozdix qismlari maslinli bo'ladi. Bunga avtol quyib bersizlar, tashqaridan kirgancha shetda qolishini hisobiga motor uzoqroq xizmat qilib beradi. Xo'p, sepani yana 30-35 bo'ladi. Har bittasida pechati bor, original seplar bilan jihozlangan. Ko'rishingiz mumkin. Reduktorlari ham juda ham katta qilib ishlangan. Skorslari oldiga ikkita, orqaga bitta skorslari bor. Kentavr firmasidan eng brend original firma bo'ladi. Gazlari, rollarini pastga tepaga bemalol legirovkalar qilib ishlatsangiz bo'laveradi. Soatiga benzin sarfi 1 litrgacha benzin rasxod qilib beradi. Oldi tomonda motorni zashta qilib turadigan dugalari qo'yilgan, ot kuchi 7,5 talik. Xo'p, hamda benzin karburatorlari original karburatorlardan, unaqa prostoy karburator bo'lmaydi. Eng sifatli original karburatorlardan qo'yilgan. Narx-navolarini pastga nomer qoldirib ketyapman. Telefon qilib oladigan bo'lsangiz, mendan so'rab olishingiz mumkin. Endi ukamizga baquvvatroq solarishni variantidan kerak degan mijozlarimiz uchun 173 salalka motorli Gusnistaley'miz. Bu benzin bo'ladigan bo'lsa, bu salalka. Benzinga nisbatan salalka sarfi oz, ya'ni 400 grammdan 500 grammgacha soatiga rasxod qilib beradi akalar. Ko'rishingiz mumkin. Buni ham old tomonda dugalari qo'yilgan. Salalka rasxodini aytdik, seplari, reduktorlari bir xil. Endi komplektdan chiqadigan narsalarni bitta ko'rsatamiz. Bu universal plug hisoblanadi akalar. Bu universal plug ham ochar, mana ham plug vazifasida ham bemalol foydalanish ishlatsangiz ham bo'laveradi. Yonboshga qiladigan bo'lsangiz plug, o'rtaga qiladigan bo'lsangiz ochar vazifasida ishlatsangiz ham bo'laveradi. Bu zavodskiy Xitoydan keltirilgan mahsulot. Agatlarning ichiga ishlov berib, chizel qilib, plug qilib ham ishlatsangiz ham bo'laveradi. Endi akalar, selkamizga o'tamiz. Selkamiz bu dorilarni hamda donlarni ekib ketishda mo'ljallangan ikkitali variantda bemalol ochib, toraytirib, legirovka qilib ishlatsangiz ham bo'laveradi. Yonbosh tomonda ham o'zining legirovkalari bor. Ekkan donini orqasidan yopib ketish uchun mo'ljallangan akalar. Bu narsalar ikkovi ham komplektida bor. Endi akalar, yana bitta nasatkamizga o'tadigan bo'lsa, bu chizel hisoblanadi akalar. Agatlarning uchiga tushib, chizel, shunaqa narsalarda ishlatsangiz ham bo'laveradi. Bu ham legirovka bo'ladi. Orqa tomoni ham, oldi tomoni ham legirovka bo'lish xususiyatiga ega. Orqa tomonda ham zavodskiy balonlari qo'yilgan. Bu zavodskiy ichidan chiqadigan holat. Hamda ochari bor komplektida, hamda buni hashiy to'playdiganlari bunda ham komplekt qo'shib beriladi. Ko'p joylarda akalar ikki xil yoki selkasini o'zi bilan yoki plugini o'zi bilan sotishadi. Biz sizlarga 4 xil nasatkalarini bilan original variantdagi Gusnistaley'ni tavsiya qilamiz. Kentavr firmasidan ikkoviga ham 1 yildan garantiyalarni qilib beramiz. Xohlasangiz yashida ochilmagan, xohlasangiz tayyor yig'ilgan holatda so'raganlar, yig'ilgan holatda ham qilib berilaveradi. Bemalol pastki nomerga telefon qilinglar akalar, to'liqroq ma'lumoti bilan narx-navolarni so'rab olinglar. Butun O'zbekiston bo'ylab dostavka xizmatlari bor. Shunaqangi Gusnistaley motoblok axtarib yurgan tanishlarga jo'natib qo'yishni unutmaysizlar. Chiroyli narxlarda dostavkalari bilan yetkazib beramiz akalar.